Целый день звонишь, бесишь же меня уже. O'chirib qo'ydi. Bloklab qo'ydi ana. Ha? Qarаш do'stlar, bitta bola ertalabdan beri 8 yashar bolani, 7 yashar bolani zand qiladi. Avo deydi. Aka, eshiklaringni topa olmayapman. Telefon qiladi. Ha. Ha, uka. Bitta shampun besplatno bering, sizni tinch qo'yaman. Nima qilay? Bitta shampun besplatno bering, kattasidan. Uka, joning sog' bo'lsin, men senga magazinimni podarka qilib yuborsam, nima deysan shunga, uka? Ugrashat qilyapti meni bu. Bitta shampun besplatni bering dedi, siz tinch qo'yaman, uka. Ertalabdan beri qon quvordingmi? Meni bu hayot bunaqa qiynamagan. Sen meni qiynab yubording-ku, aka. Men keldim deysan, biz ham endi bitta klientni kutib o'tirgan odam. Ha, kutib o'tiribmiz. Ha, keling desak, aka, eshik qayda deysan? Keyin men rossiyalikman deysa, men rossiyskiy pasportim bor deysa, bir men o'zbekman deysa, nima darding bor uka? Bir tojikman deysa. Bitta shampun olmoqchiman. Bitta shampun olmoqchimisan uka? Videoni ko'tarman, seni bitta ko'ray, bitta shampun jo'nataman uka men senga. Jo'natasizmi? Ha, jo'nataman. Ha. Omskiga. Omskiga jo'nataman. Sen o'zingni ko'rsat. Nimaga? Prosto ko'rayman kimga shampun jo'natyapman. Meni miyamni chiqargan odam kimligini ko'rayman. Uka, ertalab telefon qilganda, aka, bitta shampun bering, mazgingizni itarmayman deganingda men ertalab senga shampun jo'natib yuborardim, uka. Do'stlar, mana shu shampun uchun bratishka meni miyamni yeyapti bu. Shunaqa zo'r shampunmi? Ertalabdan beri qon qilyapti. Ko'rsat o'zingni. Nimaga ko'rsataman? Qarochi, uka, o'zingni bitta telefon qilib ko'rsatsang, shampun senga bor. Erkakcha gap, mayli. Xo'p, to'xtab turgin, menga ketayotganim yo'qmi? Shampuningni avval ko'rsating. Mana shampunni ko'rsatyapman senga. Oz chiqar.